Bugun men pensionerlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya to'xtatildi. Hukumat bayonot berdi. Endi ayrim pensionerlarga pul berilmaydi degan gaplar odamlar orasida katta xavotir uyg'otmoqda. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, buyjon bobojonimiz yoki nogironlik pensiyasi oladigan yaqinimiz bor. Agar bitta hujjat vaqtida yangilanmasa, bitta ma'lumot bazada noto'g'ri ko'rinsa yoki pensioner uzoq vaqt pulini olmasa, pensiya vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga kimning pensiyasi to'xtashi mumkin? Kim xavotir olmasligi kerak? Qaysi hollarda pul qayta tiklanadi va nima qilish kerakligini aniq qilib aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka vaqtida yetib borishi kerak. Avvalo bitta narsani aniq qilib olamiz. Pensiya ommaviy ravishda, ya'ni hamma pensionerlarga birdaniga to'xtatilayotgani yo'q. Ko'pincha ijtimoiy tarmoqlarda bitta holat bo'ladi. Kimningdir pensiyasi kelmay qoladi. Keyin bu gap hammaning pensiyasi to'xtatilar ekan degan vahimali xabarga aylanib ketadi. Aslida esa davlat tomonidan pensiya tayinlangan odamning puli qonuniy asos bo'lmasa bekor qilinmaydi. Ammo pensiya to'lovini vaqtincha to'xtatish yoki aniqlashtirish uchun ushlab turish holatlari bor. Mana shu jihatni bilmaslik odamlarni sarosimaga soladi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar bilan yuritilardi. Pensioner yashash joyidagi pensiya bo'limiga borardi. Ayrim ma'lumotlar mahalla, bank, fuqarolik holati organlari yoki boshqa idoralar orqali alohida tekshirilardi. Ba'zan odam vafot etgan bo'lsa ham ma'lumot kechikib kelgani uchun pensiya bir muddat davom etib ketardi. Yoki pensioner chet elga chiqib ketgan, lekin u haqidagi ma'lumot tizimda ko'rinmagan bo'lishi mumkin edi yoki nogironlik muddati tugagan. Lekin odam qayta komissiyadan o'tmagan, shunga qaramay to'lov bir oz davom etgan holatlar bo'lgan. Hozir nima o'zgardi? Hozir davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaydi. Pensiya jamg'armasi, banklar, FHDYO, migratsiya, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, soliq va boshqa bazalar o'zaro solishtiriladi. Bu nimani anglatadi? Agar tizimda shubhali yoki mos kelmaydigan ma'lumot chiqsa, masalan, odamning vafoti qayd etilgan bo'lsa, nogironlik muddati tugagan bo'lsa, bank kartasi faol bo'lmasa, pensioner uzoq vaqt pensiyasini olmagan bo'lsa yoki yashash ma'lumotida muammo bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu pensionerni jazolash degani emas. Balki to'lov haqiqatdan ham o'sha odamga tegishli ekanini aniqlash jarayoni. Asosiy qism 1. Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Men birinchi navbatda oddiy pensionerlarga aytaman. Agar siz pensiyangizni har oy muntazam olib turgan bo'lsangiz, pasportingiz yoki ID kartangiz joyida bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, nogironlik muddati tugamagan bo'lsa, yashash joyingiz bo'yicha muammo bo'lmasa, siz ortiqcha vahima qilmang. Pensiya o'z vaqtida tushishi kerak. Ba'zan bank tizimi yoki dam olish kunlari sabab 1-2 kun kechikish bo'lishi mumkin. Bu darhol pensiya to'xtatildi degani emas. Birinchi holat. Pensioner uzoq vaqt pensiyasini olmagan bo'lsa, masalan, otaxon qishloqda yashaydi. Pensiyasi bank kartasiga tushadi, lekin u kartadan foydalanmaydi. Pullar yig'ilib turadi. 6 oy yoki undan ko'proq vaqt davomida pul yechilmasa, tizimda savol paydo bo'lishi mumkin. Pensioner tirikmi? Mamlakatdami? Mablag'ni o'zi olmoqdami? Bunday holatda to'lov aniqlashtirish uchun to'xtash ehtimoli bor. Masalan, 68 yoshli onaxonning har oy 1.200 ming so'm pensiyasi kartaga tushgan. Lekin o'g'li chet elda, onaxon esa kartani umuman ishlatmagan. Bir necha oy o'tgach, bank yoki pensiya organi holatni tekshiradi. Onaxon tirik va haqiqiy oluvchi ekanini tasdiqlasa, pensiya qayta davom etadi. To'planib qolgan summa ham qonunda belgilangan tartibda berilishi mumkin. Ikkinchi holat. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlarning muddati tugagan bo'lsa, nogironlik ba'zan umrbod belgilanadi, ba'zan esa ma'lum muddatga, masalan 1 yilga yoki 2 yilga beriladi. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati tugagan bo'lsa va odam qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, to'lov to'xtashi mumkin. Misol uchun 2 guruh nogironligi bo'yicha bir fuqaro 1.000 so'm atrofida to'lov oladi. Uning ekspertiza muddati 1 mart kuni tugagan. U esa keyin boraman deb may oyigacha yurdi. Natijada aprel oyidan boshlab to'lov kelmay qolishi mumkin. Agar u qayta ko'rikdan o'tib nogironligi tasdiqlansa, hujjatlar asosida to'lov tiklanadi. Lekin kechikish sabab oilaning kundalik xarajati qiynaladi. Dori, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar ortga suriladi. Shuning uchun muddatni telefoningizga yozib qo'ying.
Farzandlar ham ota-onasining hujjat muddati bilan qiziqsin. 3-holat. Pensioner vafot etgan, lekin pensiya halam tushayotgan bo'lsa, bu juda nozik masala. Ba'zi oilalar vafot etgan odamning kartasidagi pensiyani yechib olish mumkin deb o'ylaydi. Yo'q, bunday qilish mumkin emas. Odam vafot etgan kundan keyingi ortiqcha to'langan mablag'lar qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, bobojon 10 kuni vafot etdi, lekin iyul oyida ham kartaga 1.300.000 so'm tushdi. Agar qarindoshlar bu pulni yechib ishlatib yuborsa, keyinchalik davlat bu summani qaytarishni so'rashi mumkin. Hukumat bayonotlarida ham odatda shunday mazmun bo'ladi. Pensiyalar asossiz to'xtatilmaydi, lekin noqonuniy yoki ortiqcha to'lovlarning oldi olinadi. Bu davlat mablag'ini adolatli sarflash uchun kerak. 4-holat. Chet elga uzoq muddatga chiqib ketgan pensionerlar. Bu yerda ham hamma uchun bitta xulosa yo'q. Pensioner chet elga chiqsa, pensiyasi avtomatik bekor bo'ladi degan gap hamma holatda to'g'ri emas. Ammo uning yashash holati, doimiy yoki vaqtincha ketgani, hujjatlari bank orqali olish tartibi, konsullik tasdig'i kabi masalalar bor. Masalan, pensioner Rossiya yoki Turkiyaga farzandlarininkiga ketdi va 1 yil qaytmadi. U pensiyasini kartadan o'g'li yechib turdi. Tizimda pensioner mamlakatda emasligi ko'rinishi mumkin. Shunda savol tug'iladi. Pulni pensionerning o'zi olyaptimi? U tirikmi? Bu to'lov qonuniy davom etyaptimi? Bunday vaziyatda oldindan pensiya organidan tartibni so'rash kerak. 5-holat. Bank kartasi, hisob raqami yoki shaxsiy ma'lumotlarda xatolik bo'lsa, ko'p odamlar pensiya bo'limi bermadi deb o'ylaydi. Aslida muammo bank kartasida bo'ladi. Karta muddati tugagan, karta bloklangan, hisob raqami o'zgargan, familiya almashgan, ID ma'lumotlari yangilanmagan. Masalan, ayol kishi turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan. Lekin pensiya hujjatlarida eski familiya, bankda yangi familiya turibdi. Tizimlar solishtirilganda mos kelmaslik paydo bo'ladi. Natijada to'lov ushlanib qolishi mumkin. Bunday holatda muammo katta emas. Lekin hujjatlarni moslashtirish zarur. Endi men sizga eng muhim nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat shuki, pensiya to'xtatildi degan so'z har doim ham butunlay bekor qilindi degani emas. To'lov vaqtincha to'xtatilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni idora avval aniqlaylik, keyin davom ettiramiz deydi. Agar hujjatlar to'g'ri bo'lsa, pul tiklanadi. Lekin odam idoraga bormasa, ariza yozmasa, hujjatini topshirmasa, muammo cho'zilib ketadi. Ko'pincha odamlar 1-oy kutadi, 2-oy qarindoshdan so'raydi, 3-oy menga adolatsizlik bo'ldi deb shikoyat qiladi. Aslida birinchi kechikishda yo'q sababini aniqlash kerak. Ikkinchi nozik jihat. Ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar yura olmaydi, kasal, uzoqda yashaydi. Farzand yoki qarindosh ishonchnoma asosida pensiyani oladi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin ishonchnomaning muddati, notarial rasmiylashtirilgani, bankdagi vakolat to'g'ri kiritilgani muhim. Ishonchnoma muddati tugasa, bank pul bermaydi. Pensiya esa kelayotgandek ko'rinadi, lekin yechib bo'lmaydi. Ayrim hollarda esa pensiya organi pensionerning o'zi tirikligi va to'lovdan xabardorligini tasdiqlashni so'rashi mumkin. Men bunday oilalarga maslahat beraman. Yotoqda yotgan ota-onangiz bo'lsa, hujjatlarni bir papkaga joylang. Ishonchnoma muddatini yozib qo'ying. Bank va pensiya organidagi ma'lumotlar bir-biriga mosligini tekshiring. 3-nozik jihat, ortiqcha to'langan pensiya. Bu odamlar uchun eng og'ir masalalardan biri. Ba'zan tizimdagi xato, kechikkan ma'lumot yoki noto'g'ri hujjat sabab pensionerga ortiqcha pul to'lanadi. Keyin idora sizga falon oylar uchun ortiqcha to'langan, qaytarish kerak deydi. Odam esa men aybdor emasman, menga tushgan pulni ishlatdim deydi. Shuni bilish kerakki, davlat to'lovi faqat asos bo'lsa beriladi. Agar asos yo'qolgan bo'lsa, masalan, nogironlik muddati tugagan, boquvchini yo'qotganlik pensiyasi uchun bolaning o'qishi tugagan yoki pensioner vafot etgan bo'lsa, keyingi to'lovlar qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shu sababdan kelayotgan ekan, demak meniki deb o'ylamang. Har bir to'lovning huquqiy asosi bor. 4-nozik jihat, boquvchini yo'qotganlik pensiyasi va yosh chegaralari. Bu masala ko'p oilalarda tushunmovchilik keltirib chiqaradi. Bola voyaga yetguncha yoki kunduzgi ta'limda o'qisa belgilangan yoshgacha to'lov olishi mumkin. Lekin o'qishni tashlasa, sirtqi ta'limga o'tsa, akademik ta'til olsa yoki belgilangan yoshdan oshsa, to'lov to'xtashi mumkin. Masalan, 19 yoshli talaba otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U sentyabrda universitetdan chetlatildi. Lekin oilasi bu haqda pensiya organiga xabar bermadi.
keyingi oylar pul tushaversa ham keyin ortiqcha to'lov deb qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lsa, uni vaqtida olib borish shart. 5-nozik jihat. Doimiy yashash joyi va ro'yxat masalasi. Ko'chib o'tgan pensionerlar ba'zan eski manzilda qoladi. Yangi joyda ro'yxatdan o'tmaydi yoki pensiya ishini ko'chirmaydi. Masalan, Samarqanddan Toshkentga farzandinikiga kelgan onaxon bir necha yil shu yerda yashaydi, lekin pensiya hujjatlari eski tumanda turadi. Bank kartasi ishlasa muammo sezilmaydi. Lekin tekshiruvda ma'lumotlar aniqlashtirilsa, pensionerdan yashash joyi bo'yicha tasdiq so'ralishi mumkin. Ko'chgan bo'lsangiz, pensiya organidan mening ishim qayerda yuritilyapti? Ma'lumotlarim to'g'rimi deb so'rab qo'ying. 6-nozik jihat. Ijtimoiy tarmoqlardagi vahimali xabarlar. Ertadan pensiya berilmaydi. Faqat karta bilan olganlarga to'xtatiladi. Hammani qayta tekshiradi. Pulni qaytarib oladi. Kabi gaplar ko'pincha to'liq tushuntirilmagan bo'ladi. Hukumat yoki mas'ul idoralar bayonot berganda odatda maqsad shuki, aholi orasidagi noto'g'ri talqinlarni to'xtatish, pensiyalar qonun asosida davom etishini aytish, faqat muammoli holatlar tekshirilishini tushuntirish. Shuning uchun men har doim aytaman, xabarni ko'rsangiz manbasini tekshiring. Rasmiy idora sahifasimi, qonun hujjatimi, pensiya jamg'armasi izohimi yoki shunchaki kimdir ovozli xabar qilib yuborganmi? Farqi juda katta. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar pensiyangiz kelmay qolsa yoki oilangizdagi pensionerning puli to'xtasa nima qilish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, vahima qilmang, lekin kutib ham o'tirmang. Avvalo bankdan tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Hisob raqami yopilmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta bloklanmaganmi? Bank ilovasi bo'lsa, kirib ko'ring. Bankka borish kerak bo'lsa, pasport yoki ID karta, bank kartasi bilan boring. Ba'zan pensiya tushgan bo'ladi, lekin karta bilan muammo sabab yechib bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, hududingizdagi pensiya bo'limiga murojaat qiling. Odatda pensioner yashash joyi bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limiga boradi. Agar yura olmaydigan odam bo'lsa, yaqin qarindoshi hujjatlar bilan borib maslahat olishi mumkin. Lekin ayrim ma'lumotlar uchun ishonchnoma talab qilinadi. Borganingizda shunchaki pulim yo'q demang. Aniq so'rang. Mening pensiya to'lovim qaysi sababga ko'ra to'xtatilgan yoki kechikkan? Qaysi hujjat yetishmayapti? Ariza yozishim kerakmi? To'lov qachondan tiklanadi? Javobni yozib oling. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Eng ko'p kerak bo'ladigan hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi yoki hisob raqami ma'lumoti, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, nogironlik bo'yicha tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, ishonchnoma, o'qish joyidan ma'lumotnoma, FHDY hujjatlari. Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki boshqa tasdiqlovchi hujjat. Har bir holat alohida bo'ladi. Shuning uchun keraksiz hujjat ko'tarib yurmaslik uchun avval sababini bilib oling. 4-qadam, ariza yozing. Ariza oddiy, tushunarli qilib yoziladi. Men falon sanadan boshlab pensiya to'lovim kelmayotgani sababli to'lovni tekshirib, sababini yozma ravishda ma'lum qilishingizni va asos bo'lsa pensiya to'lovini tiklashingizni so'rayman. Arizaga sana, telefon raqami, imzo qo'ying. Agar hujjat topshirsangiz, nusxasini o'zingizda saqlang. Imkon bo'lsa, ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki raqam oling. 5-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarur bo'lsa respublika darajasidagi mas'ul organlarga murojaat qilish mumkin. Shuningdek, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki ishonch telefonlari orqali ham murojaat yo'llash mumkin. Lekin murojaatda hissiyot emas, fakt bo'lsin. Qachon pensiya kelmay qoldi? Qancha miqdor? Qaysi bo'limga bordingiz? Sizga nima deyildi? Qaysi hujjatni topshirdingiz? 6-qadam. Oiladagi pensionerlarning hujjatlarini oldindan nazorat qiling. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning pensiyasi faqat ularning masalasi emas. Ular ba'zan bank, elektron tizim, hujjat muddati, ilova, SMS kabi narsalarni tushunmasligi mumkin. Oyda bir marta tekshiring. Pensiya tushdimi, kart ishlayaptimi, ID muddati joyidami, nogironlik xulosasi muddati tugamayaptimi? Ishonchnoma kerak emasmi? Bu kichik e'tibor katta muammoning oldini oladi. 7-qadam, vafot holatlarida qonuniy tartibni bajaring. Yaqiningiz vafot etsa, uning kartasiga keyin tushgan pensiyani ishlatishdan oldin pensiya bo'limidan so'rang. Daf puli olinmay qolgan pensiya meros tartibi kabi masalalar alohida rasmiylashtiriladi. Kartada turibdi.
Yechib olaylik degan qaror keyin qarzdorlikka olib kelishi mumkin. 8-qadam chet elga ketayotgan pensionerlar oldindan maslahat olsin. Qaysi muddatga ketyapsiz? Pensiyani qanday olasiz? Ishonchnoma kerakmi? Konsullikdan tasdiq talab qilinadimi? Bank kartasi chet elda ishlaydimi? Telefon raqamingizga SMS keladimi? Bularni aeroportga borgandan keyin emas, oldindan hal qilish kerak. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensionerlarning pensiyasi ommaviy tarzda bekor qilinayotgani yo'q, lekin ayrim holatlarda to'lov vaqtincha to'xtatilishi yoki tekshiruvga tushishi mumkin. Sabablar ko'pincha hujjat muddati, bank kartasi, nogironlik qayta ko'rigi, chet elda uzoq qolish, vafot ma'lumoti, o'qish joyi ma'lumotnomasi yoki shaxsiy ma'lumotlardagi nomuvofiqlik bilan bog'liq bo'ladi. Eng to'g'ri yo'l vahamali xabarlarga ishonib qolmasdan rasmiy sababni aniqlash, hujjatlarni tartibga keltirish va ariza bilan murojaat qilish. Agar sizda yoki yaqinlaringizda pensiya kechikkan, to'xtagan yoki tushunarsiz holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyat, qanday sabab aytildi? Muammo hal bo'ldimi? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi pensioner bo'lgan yaqinlaringizga yuboring. Oqartirilmagan mish-mish emas, aniq va foydali ma'lumot tarqalsin.